Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi videoda mahsulotlarni qaytarish va klientlar bilan ishlash qismini ko'rib chiqishimiz kerak. Bu joyda e'tibor bersangiz, mahsulotlar savdosida o'tgan gal qilgan ikkita savdoyimiz turibdi. Buncha kirib ko'radigan bo'lsak, bitta Pepsi 0.5 litrli, bitta Pepsi 1.5 litrli qilgan ikkita sotuvimiz. Jami summa 22 ming so'mlik bo'lganda, undan keyin 7 ming so'mlik qilgan yana bitta sotuvimiz bor ekan. Pepsi 1 litrli ekan bu. Okey, sotuvlarimiz mana shu joyda chiqib turadi. O'tgan galgi videoda aytganimizdek, to'lov-tura naqdga sotganmiz. Qaysi kassir sotgani ham bu joyda ko'rinib turadi. Demak, dasturingizga kassirlarni yollash qismini keyingi videolarda batafsil ko'rib chiqamiz. Hozirgi qismda mana bu joyda sotuv sanasi, summasi, hamma ma'lumotlari shu qismda. Xo'sh, yangi savdoga o'tamiz. Qaytarish rejimi. Bu qanaqa ishlaydi? Bizni tovarlarimizni qaysi tur mijoz olib turib, birozdan keyin boshqasiga almashtirishi yoki umuman tovarni qaytarib berishi bizdan o'zini pulini qaytib olib ketishi mumkin. Xuddi shu qismda mana shu qaytarish qismi qaytarish rejimi bizga kerak bo'ladi. Demak, ushbu biror bir mahsulotni tanlaganimizda, mana Skratda 24 ta edi. Biz bitta oldik mahsulotdan va bitta Fanta 1 litrni bizga kimdir qaytarib olib kelib berdi, bizdan sotib olgan kishi. Demak, bu joydan shunchaki qaytarish rejimini yoqib qo'yishimiz va chek bilan yoki cheksiz qaytarishimiz mumkin. Xuddi sotuv bilan bir xil bu qism. Faqat bizdan klientga emas, klientdan bizga qaytayotgan mahsulotlar uchun ishlatiladi. Keling, cheksizni bittagina bosib qo'yamiz. Va bu joyda mana muvaffaqiyatli saqlandi. Endi bu joydan qaraydigan bo'lsak, bizda Fanta 1 litrlining qoldig'i 25 ta bo'lgan bo'lishi kerak. Keyin yangilab ko'ramiz. Mana qoldig'i 25 ta. Sababi Fanta 1 litrli mijozdan bizni skladimizga keldi va bizning omborimizda turibdi hozir yana bitta Fanta. Misol tariqasida aytadigan bo'lsak. Xo'sh, qaytarish rejimi bizga tushunarli bo'lgan bo'lsa, endi klientlar bilan ishlash qismiga o'tadigan bo'lsak. Bu joyda asosan nasiya uchun ishlatiladi. Ya'ni bizni mijozlarimiz nasiyaga tovarlar olsa, ushbu joydan keling, birinchi mijozimiz telefon raqam va Telegram ID'sini qo'shib qo'yishingiz mumkin. Bu sverkalarni Telegramdan u kishiga yuborib turadi botimiz. Agar zarur bo'lsa bu qismlar. Demak, mijozimiz bu joyda qo'shildi. Qarzi chiqib turadi bu joyda. Hozircha hech qanday qarzi yo'q bu mijozimizning 0 so'm turibdi. Mijozimizni tanlab turib, endi sotuv qiladigan bo'lsak, masalan, u kishi bizdan ikkita Fanta oldilar 0.5 li va ikkita 0.5 li Pepsi oldilar. Bu tomondan tanlangan va bu joyda o'zi avtomatik nasiyaga o'zgaradi. Shunchaki chek bilan yoki cheksiz. Keling, buni chek bilan yakunlaymiz. Chek qismida ham biroz o'zgarishlar bo'ladi mijozga sotilgan tovarda. Shuni ham ko'rib chiqish uchun. Xo'p, bizda 3-sotuv cheki, bu qilayotgan 3-savdoyimiz va bu joyda mijoz ismi, olgan mahsulotlari, summasi, jami summasi bu joyda 24 ming so'm qarzga berildi. Va bu joyda mijoz yana qaytadan keltirilmoqda. Do'konimiz nomi tepada pastda. Buni printerdan chiqarishimiz uchun tayyor holatda, printerimiz tayyor bo'lsa, shunchaki bu joyda mana print degan yozuv turadi. Shuni bosib qo'ysak, o'zi avtomatik chiqarib ketadi. Uni qaydan ko'rishimiz va nazorat qilishimiz mumkin desangiz, hop, bu joyda bitta yangilab olamiz. Hozir mijozimiz yuklanadi. Mana 24 ming so'm qarz bilan turibdi ushbu joyda. Va mahsulotlar savdosi qismiga o'tadigan bo'lsak ham, bu joyda o'sha bizning birinchi mijozimiz nasiyaga narsa olgan. Bu joyda nasiyaga qaysi sotuvchingiz yoki qaysi kassiringiz bergani ham chiqib turadi. Chek kirgan taqdirimizda yana bir ikkita narsalarni ko'rsatib o'tib ketishimiz kerak. Bu joyda chek chiqarish, nakladnoyni olish imkoniyati ham mavjud. Keling, nakladnoyni olamiz. Ichiga bosadigan bo'lsak, sotuv haqida batafsil ma'lumot shu joyda turibdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Bugungi video shundan iborat edi.